Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Anchadan beri sizlarga yaxshi avtomobillarni ko'rsatishga ozgina vaqt bo'lmayotdi. Bugun sizlarga gibrid obzor qilamiz. Buning uchun menga Nurmuhammad yordam beradi. Nurmuhammad, keling. Men mana shu mashinani hozir o'zim haydab ko'rdim. Anchadan beri men hatto birinchi marta YouTube kanalimga bu mashinani chiqaryapman. Nimaga bu mashinani sizlarga ko'rsatmoqchiman? 7 kishilik. Birinchidan menga yoqqani 7 kishilik. Ya'ni hadoyi mana narxiga nisbatan zo'r. Juda ham yumshoq. 269 million 375 ming. 269 million dollarda taxminan 22 ming atrofida bo'lgan 7 kishilik 1.5 turbina motorga ega bo'lgan 139 ta ot kuchi. Undan tashqari mashinaning uzunligi, kengligi, navroti narxiga juda ham qulay bo'lib tushgan avtomobil SVM G05 haqida bugun gaplashamiz. Xo'p, mashinani to'g'risini aytaman. O'zimni ko'p klientlarni so'raydi, 7 kishilik Jeturdan boshqa nima mashinalar bor, arzonroq, yana bitta uyga qo'yib qo'yish kerak degan mijozlarimizga nima variant tavsiya qilsam ekan deb o'ylardim. Lekin mana shu mashinani bugun o'zim haydab ko'rib, yaxshiligiga amin bo'ldim. Xudo xolisa mashina yaxshi. 7 kishilik. Birinchi tarafi yoqqani 7 kishi. Beskulchovoy dostup deysalarmi, bakovoyda isitish funksiyasi deysalarmi. Eng qizig'i bor-ku, mayli. Men o'zim chiqib, ikkinchi qatorga qaranglar. Bismillahirrohmanirrohim. Bo'yim 1.78 mana. Xitoy avtomobillarida birinchi ahamiyat beriladigan narsa ikkinchi qatorini, ya'ni kengligiga ahamiyat beriladi. Mana o'tirishim normal. Bu yerda ham yana bitta odam o'tirsa bo'ladi. Uchinchi qatorga ham xuddi shu turishda uchinchi qatorga ham o'tirib ko'rsatdim. Hamma hech qayerda sidinasini surmaymiz. Mana shu ochiqligicha bittada aytaman. Nimaga avtomobil dvigateliga aniqlarga to'xtalib o'tirmasdan primoy sizlarga ichki salondan aytolman. Sababi ko'pchilik mijozlar so'raydi, uchinchi qatorga qanaqa o'tadi? Bitta shunday ko'tarilarkan, o'zi mana ko'tarilib ketadi. Bismillahirrohmanirrohim. Jaydar kasbi bugun Jaydar obzor bo'ldi. Salafanlari bilan turibdi, mana bu aniqlar bilan. Xo'p. Shunda o'tirganda mana mashina shunda qolib deb o'tirasiz. O'tirganda ham noqulay sezmaydi. Meni vaznimga 77 kilo, bo'yim ham 178 kilo. Xuddi shunaqa odam bitta bemalol ketadi. Nurmuhammad bu yoqqa o'tiraman. Shuni mana stadiyadan ko'tarib bering. Bitta. Bitta ko'tarib, ko'tarib mana bu yoqdan tepasini tortib. Bu yoq qotdi, u yoq mana qani. Bunda qotirasiz, nariyoni tepaga ko'tarib tortasiz. Torting. Tepaga ko'tarib. Mana. Shuni tepaga ko'tarasiz. O'tirganda mana qaranglar. Endi sizlarga videoda bilinyaptimi, yo'qmi? Lekin kelib o'tirib ko'rish maslahat beraman. Endi 77 kilo, 178. Endi bu yoqqa katta semas odamlar o'tirsa, bir o'zi o'tirsa kerak, lekin mendagi insondan bemalol ikkitasi ketar ekan. Detski emas, o'rta yoshli odamlar ham bemalol, bizdagi vaznindagi insonlar ham bemalol 3-qatorga o'tiradi. Ikkinchi qator tushishi ham ko'rasizlar, juda ham udobniy. O'zimizning Jaydar mashinalarga o'xshagan. Bu pulga yotib tushadi. Shu Jeturlarga o'xshab surilmaydi. Oldi birato'la yotib tushadi spinkasi bilan bizda. Menga yoqqan tarafi to'g'ri, Jeturlarga o'xshab bunday surilib, mana qiyman. Bunday qilasiz. Qiyinroq edi o'yladi 3-qator. Mana bu joyini bunday ko'tariladi. Mana bunday ko'rinishda olib keladi. Eng qizig'i orqa o'rindig'i ham abagriflari bor ekan. 4 ta o'rindiqda. 4 ta o'rinda abagriflar bor. Endi Nurmuhammad sekin sizlarga bir chetdan tushuntirish boshlaydi. Hozirda menejerlardan obzorlarni boshlaganmiz. Shuning uchun Nurmuhammad bizani asosiy feysimiz bo'lgani uchun bitta tushuntirib sizlarga. Avtomobilning oldi qismidan boshlaydigan bo'lsak, avtomobilimizning oldi qismida mana faralarni ko'rishingiz mumkin. Fara dizaynlari juda ham ajoyib ko'rinish ishlangan. O'zi 7 kishilik mashinalarda bunaqa agressiv dizayndagi ko'rinish kamdan-kam bo'ladi, lekin bunda o'sha fara dizaynini agressivniy qilib ishlangan. Ya'ni bu mashinaga qo'shimcha chiroy beradi. Avtomobilda yaqinni yorituvchi farasi LED texnologiya asosida ishlangan bo'ladi va uzoqni yoritish texnologiyasi bo'lsa, ya'ni danning yorituvchi chiroqlari galogen ko'rinishda bo'ladi. Avtomobil parametrlariga keladigan bo'lsak, avtomobil eniga 1860 mm, bo'yiga keladigan bo'lsak 1780 mm, avtomobilning to'liq uzunligi 4750 mm tashkil qiladi. Shunda 4 metr 75, 4 metr 75, bo'yiga 186. Где-то 186 ga yetib bormaydi, undan sal kaltaroq. Shoxlari bilan hisoblaganda. Shoxlari bilan hisoblasa shunaqa. Xo'p, avtomobilimizda 18 diska ballonlar bilan jihozlangan. Undan tashqari ko'rish mumkin. Ballonlar juda ham qalin bo'lgani hisobiga bu yurganda, men o'zingiz ham haydab ko'rdingiz, u yo'llarda, misol uchun yo'llarni uncha sezdirmaydi. Orqada harakatlanayotgan insonga ham orqasi otmaydi. Avtomobilni oldi tortadi, 139 ta ot kuchi, shahar sharoitida rasxoti zavod bergani bo'yicha 705, endi bizning sharoitda 8 10 litr yesa ham 10 litr yesa ham 7 kishilik mashinaga shikalat. Sababi
o'zim hozir haydab yurgan mashinalar ham 14 litr расходga yotibdi. Bu narsa sizlarning benzinligiga bog'liq. Sababi 95 deb nomli sotilayotgan benzinlarni aktan o'lchasangiz ham 89 chiqib qolgan joylarni o'zim guvoh bo'lib turibman. Shuning uchun benzin расходi aniq bir xil standarti bo'lmaydi. Hech qaysi avtomobil Gentra ham kerak payt 14 litr, yozda 17 litr, dallida 8 litrgacha tushish holati bo'ladi. Ya'ni standart mana bunaqa yeydi deya olmaymiz, lekin 10 litr yesa ham mashina shikalat. Bunaqa segmentga, bunaqa narxdagi mashinalar ichida zo'r. Menga eng yoqqani qaysi? Mana cruise kontrollari bor. Undan tashqari dizayn tomonlama qaraydigan bo'lsangiz, mana bu selektor, ya'ni dumaloq selektor, основной qimmat mashinalarda uchratadigan texnologiya. Genesislarda, основной Genesis GV80, GV70larda qo'llaniladigan texnologiya. Даже bundan qimmat segmentdagi mashinalarda ham bunaqa ko'rinishdagi selektor ishlatilmagan. Rullari elektr usilitilniy bo'ladi. Android monitor bemalol o'sha o'zingizlarning akkauntinglarni kirgizib, Telegram, Instagram, PUBG o'ynaydigan o'g'linglar bo'lsa, mana shunday PUBG'sini ham qo'yib bersanglar bo'ladi. Radioda men tekshirib, ovozlarini tekshirib ko'rdim mashinani boya. Xo'p, sizlarga eng kerak ko'rsataman. Play Marketda bemalol ulab, Google akkauntinglarni kiritib, hozir ovozini sal pasaytiringlar, radioda ovoz chiqyapti. Google Play Marketga kirib olib, xohlagan Yandex navigatormi, YouTube'mi, kerakli bo'lgan funksiyani любойni yozsanglar bo'ladi. Muammosi yo'q. Start stop'i bor, bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bu yerda okalar, chakada okalarimiz uchun maxsus alohida perkursiylar bor ekan. Bu yerda ikkita podstekantik uchun joy, bu yerda bari bor. Undan tashqari orqa o'rindiqda haqiqatdan abagreiflari bor. Orqa o'rindiqda даже konditsionerlari ham o'tgan, ikkinchi qator uchun. Orqa o'rindig'ida mana bu yoq tepa qismida, ya'ni o'sha konditsioner yoqsanglar, konditsioner, orqa qator uchun pechka yoqsanglar, pechkalari ishlab turadi. Bittada sizlarga ko'rsataman. Bitta ko'rayotgan sizlarning yoqadigan joyi bor. Xo'p, balandroq qilamiz. 3 ga qo'ydim. Mana bu yerda abagreif ham bor. Mana tepadan уже havo chiqish boshladi. Eng qizig'i bu yoq qismda ham bor, mana bu qismda ham bor. Bu 3-qator uchun maxsus. Bu yoqda abagreiflari ham bor mana. Abagreif yoqib qo'yib, haydovchini, ya'ni orqa tarafda o'tirgan yo'lovchida ham, bu yoq tarafda o'tirgan yo'lovchining orqa qismida ham abagreif bor. Bu yoq sidinlar ham, bu yoq sidinlar ham isitadi. Bakovoyda ham isitish funksiyalari bor. Menimcha, qaysi mashinalar bilan solishtirishdan oldin bemalol navrotlarni ko'rib chiqinglar, kelib test drive ko'rsanglar bo'ladi. Sababi o'zim haydab ko'rdim mashinani. Yurishi yumshoq. Narxi arzon ekan, qanaqa deydiganlar uchun, ya'ni garantiyasi bormi deydiganlar uchun albatta mashinamizning garantiyalari hamda servis xizmatlari ham bor. Undan tashqari yo'q. Men bitta farasini ko'rsatay, Muhammad. Orqa tarafinikini qaranglar. Shuna BMWdan, shuna chopilgan. Ishoninglar, oldi shuna BMWdan, shuna eslatib oladi. Birinchi ko'rgan odam, mashinani tushunmagan odam, menimcha, nima model bu BMW yangichasimi deb o'ylayman. Mana qaranglar. Haqiqatan farali juda ham chiroyli. 22 ming Captiva 5 narxlariga nisbatan menimcha yaxshi. 7 kishilik mashina qidirayotgan insonlar ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni 7 kishilik nima mashina bor, bemalol solishtirib ko'ringlar, haydab ko'rsanglar bo'ladi. Orqasi o'zimizning jaydari ko'rinishda bunaqa ochilar ekan. Elektronik emas mana. Bir tomondan yaxshi, mexanistik, unaqa buzilavermaydi. Bu yoqda 7 kishi bemalol yotqizib, mana bu yerdan bundoq qilsanglar, mana sidinasi yozib, katta bagaj sifatida foydalanasiz. Bagaj parametri mana 2 qarich atrofida, agar sidena tikka turgan paytda, agar o'rindig'i yotqizadigan bo'lsa, taxminan 400 litrga yaqin bagaj hajmi bo'ladi. 400 litr ham menimcha ikkitagina chamadonni bemalol sig'dirib, tepasiga chamadon taxlasanglar. Xalqimiz oilasevar bo'lgani uchun oilaviylarga ham ko'rasizlar, juda ham optimal variant. Shuni mana sidenasini yotqizib yuboring, Nurmuhammad. Mana shu tarafini bitta yotqizib yuboring. Ha? Tekis bo'lgan holatda ko'rasizlar, qanday bo'ladi, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana. Menimcha yukxonasi ham anchagina katta. 7 kishi kerak emas, odam orqaga ortmayman desanglar, shunday yotqizib yuborasizlar, bagaj bo'ladi. Bozorga chiqadigan ukalarimiz uchun, sababi mana ko'p bozorga chiqadigan mijozlarimiz ham kuzatishadi, tadbirkor ukalarimiz uchun ham hozirga ko'rsataman. Bu qanaqa variant bor. Shuni yotqizib spalli qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Ertalar optimga chiqqanda yuk ham ortsanglar bo'ladi. Xullas, jaydari mashina ekan, bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Agar ikkinchi qatori ham qo'shib yotadigan bo'lsa, bagaj hajmi 1970 litrgacha kengayadi. Salkam 2000 litr bagajlarga ketadi. Mana. Qaranglar. Yotib olib mazaq etsanglar bo'ladi. Kimdir jahlinglarni chiqarsa, urib shotga yotib qo'yaverasizlar. Xullas, bunga shunda ani Liliyada ko'rgan bo'lsanglar, mana bunda materiallar chiqqan. Shunda materialni yotib olsanglar, shuni yotib, bemalol dam olib, uzoq safarlarga ketsa ham bo'ladi. 2 kishi ketayotgan paytda kichkina bolalaringizni yotqizib olib, misol uchun damlarni olib sayohatga chiqsanglar bo'ladi. Yaxshi tarafi benzin. Yo'lda to'xtab olib zaryadga qilaman, ham reduktor moyini almashtirishim kerak, ham elektrga tok sarflayman deb o'tirmaysizlar. Gibrid emas, to'laqonli benzin. Menimcha 7 kishilik mashinaning ichida 22 ming nari berisida chiqyapti. 22 200 shunaqa zo'r tomoni propan ham yaxshi tushadi. Propanda haydab yurgan odamlarning o'zini oldi. O'zi mashinani olib ketgandan keyin propan qo'yishgan, propan uстановкада haydab yurishibdi.
benzindan ham ko'ra ancha yaxshi yuribdi. Umuman mana shu propan qo'ygandan keyin servisga kelmayapman ham, yaqinlashmayapman ham. Shu faqat moyni alishtirgani, betini kompyuter diagnostikalariga kelib turibman deyishdi. Propani orqaga tegiga tushadi. Orqaga teg tomoniga qo'yiladi. Zapaska qismi bunda tegida bo'ladimi? Zapaska qismi bu endi 7 kishilik bo'lgani uchun bunda teg qismiga qo'yiladi. Ko'rayotgansiz, Jetaurlarda ham xuddi shunaqa tegida bo'ladi. Zapaskasi mana ko'ryaptimi? Mana shu joyiga shuna propanni bosib yuborsanglar bo'ladi. Xullas orqa qismiga propan ham ketadi. Yotqizib olib spalnik qilsanglar ham bo'ladi. Xullas yuk ortsanglar ham bo'ladi. Oilaviy sayohatga chiqsanglar ham bo'ladi. Uyim, joyim uchun budjetli mashina xohlayman deganlarga juda ham zo'r, optimal variant. To'ppa-to'g'ri. Bu benzinli holatidagi avtomobil. Mabodo sizlarga gibrid kerak, bundan ham arzoni kerak desanglar, mana variantni ko'rsanglar ham bo'ladi, lekin dizayn jihatdan to'g'risi menga bu ko'proq yoqdi. 269 million 375 ming so'mga, 22 ming $200 atrofida chiqyapti mashinaning narxi. 7 kishilik nima mashina bor yana? Kommentariyada yozib qolinglar, shu mashinani ham kerak bo'lsa obzor sizlarga qilib beraman. Mabodo shu brendning mana bunaqa varianti ham bor ekan, gibrid. Bitta klientimiz bor 60 ming yurgan 3,5 litr rasxod qilyapti mashinamizda, qora ranglisini olganlar. Mamatdan zaratga qilinadi. Xuddi shu brendniki, bu ham 7 kishilik. Faqat bu kapitanskiy sideniya. Razdelniy bo'lgan hisobiga. Ya'ni splashnoy emas, o'rindiqlar. Mana bunaqa versiya. Orqasiga mana 3 kishi ketadi. Lekin xohlasanglar bundan qilib beramiz. Xohlasanglar bundan. Lekin bu arzonroq. Bu narxi 243 million bundan. 243 millionga bu, xohlasanglar 269 millionga mana bu variant. Menimcha bagatiroq variant. Xullas, любой joyga ishlatsa bo'ladi emas. Xohlasangiz bozorga olib chiqib yuk ortasiz, bemalol dizelda qilsangiz bo'ladi, oilaviyga ham, benzin, xullas optimal variant. Avtokreditga, naqdga bor. Video pastda Nurmuhammad nomerini qoldiraman. Telefon qilsanglar, Nurmuhammad sizlarga yana hammasini hisob-kitobini qilib, xohlasa, menimcha bir kun, 2 kunda bemalol olib chiqib ketishadi. Bir kun ichida olib chiqib ketishadi. Boshlang'ich to'lov taxminan endi so'mdagi esimda qolmagan, dollarda taxminan 6600 6700 atrofida chiqib qoladi. Xullas, 7000 dollar bilan bemalol olib chiqib ketsa bo'ladi. 7000 bilan bemalol olib chiqib ketishadi. Bunga yana ham bir parogli qo'yishsa, xuddi mana shunaqa tonirovkalar qilib qo'yishsa, mashinaning videosi yana ham ochiladi. Menga yoqqan tarafi, ishoninglar, bitta haydab ko'ringlar bo'ldi, 22200 ga. Captiva haydaydigan qo'shnim videoni ko'radi. Xafa bo'lmaydi, yaxshi mashina ekan. Ancha ko'pchilik hali bilmadi deb bu mashinani borligini. Vaqt o'zim ham birinchilardan sizlarga obzor qilib bering YouTube'imga davomli. Mashina kelgan, oldin kelgan, lekin men o'zim endi sekin o'tirib, tanishib, mashinani haydab ko'rib fikrimni aytyapman. Yumshoq balon qo'yish kerak degan fikr edim boshida ko'rganimda, lekin haydab ko'rgandan fikrim o'zgardi. O'zini baloni ham yaxshi. 5 tunlarda Linglong balonlar tursa, bu o'zini zavodskoy baloni ham yomon emas ekan. Kelib bitta haydab ko'rasizlar. Agar shunday ham balonni qattiqlik qiladigan bo'lsa, kattaroq balon qo'ysa bo'ladi. Lekin o'zini baloni ham diski bo'lmagani uchun ancha yumshoq yuradi. To'ppa-to'g'ri. Mana bunaqa kichkina balon bo'lmagani uchun o'zini ko'ryapsizlar mana. O'zimizdan kobaltli bo'ladi, bilasizlar 60. Bunda ham 60 diametrli balonlar qo'yilgan. Menimcha normalniy. Kelib bemalol haydab ko'ringlar, test drive bor, nomerlar qoldiramiz. Viloyatlardan keladigan mijozlarimiz uchun xudo xolisa Jaydar Karsdan o'zimning kanalimdan kelsanglar, muammosi yo'q. Yaxshi narx qilib berishadi, chiroyli narx qilib beradi. O'zim ham shu yerda bo'laman. Kelsanglar xudo xolisa zo'r variantlar qilib berishadi. Kelavringlar, nima savollar bo'lsa aloqadamiz. Bu safargi obzorimiz Jaydar bo'ldi, lekin men o'zim shu mashinani tezroq ko'rsatdim. Chunki yoqdi, narxi ham juda ham chiroyli, optimal variant. Kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Ana, voy, Xitoy mashina nimadir demanglar. Sababi ko'rib turibsizlar, Xitoy avtomobillari ancha-muncha brendlarni qiynab qo'yyapti. Narx jihatidan ham, hattoki GMga rassrochka ochilishiga sabab ham bilasizlar, Xitoy avtomobillari bo'ladi. Konkurensiya bor joyda mana shunaqa rassrochkani ham ochib ketib qoladi. Buning uchun avtosalonlarning ancha mehnati bor. Xudo xohlasa xalqimizga sizlarga har doim yaxshi narsa taklif qilishga harakat qilamiz. Kelinglar, haydab ko'ringlar. Qanaqadir mashinada yoqmagan joy bo'lsa edi, kommentariyada yozib qoldirsanglar, zavod bilan bog'langan holatda harakat qilamiz. O'sha narsani ustida ham ishlashga, sababi xalqimizga yaxshi narsa yetkazib berishga harakat qilamiz. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Sergeli 2 mavze, metro Chinor hamda 5-bekat yonida joylashgan avtosentr avtosaloni. Agarda lokatsiyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastki nomerlarga telefon qilib, shuna nomerga telefon qilib, lokatsiya deb yozinglar. Sababi ko'rolma, boshqa filiallarga borishyapti-da, ya'ni aytilgan gaplar qilib berilmayapti degan holatlar ko'p bo'lyapti. Shuning uchun pastda Nurmuhammad nomerini alohida Nurmuhammad yozib qo'yaman. Telefon qilsanglar, lokatsiya tashlab beradi. Qiynalmasdan topib kelasizlar. Bundan tashqari avtosalonimizda 30 dan ortiq modellar bor. Yuk tashlaydigan mashinalar ham 10 dan ortiq, xullas 40 dan ortiq modellar bor. Kelib bemalol tanishsanglar bo'ladi. Nasiya savdo deysizlarmi, naqd deysizlarmi, avtokredit deysizlarmi, перечисление deysizlarmi, yoki har bitta inson uchun individualniy tanlov qilgan holatda avtomobilni tanlab berish imkoniyatimiz ham bor. Bemalol avtosalonga kelaverasizlar. 14,5 minut vaqtingizni sarflaganingiz uchun, bizani oxirigacha ko'rganingiz uchun, mana shu oxirigacha ko'rgan videomiz obunachilarimiz uchun
polniy tonirovkasini xudo xohlasa tekin qilib beramiz. Jaydarkas nomidan kelsanglar, xudo xohlasa Nurmuhammad cho'tka qilib beradi. Nurmuhammad videoni oxirigacha ko'rgan inson uchun maxsus bonus. Buni aynan ma'nomdan qilib cho'tka qilib berasiz. Joninglar sog' bo'lsin, keyingi obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.